أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب تمني الموت وذكره Men bu ölümni arzu qilish va o ölümniki gepini qilishniki nemasidir? Babudur deydi. Endi hozir biz Kitabul Janoiz degan kitobni o'qiyotgandan keyin uniki tahtida yana bir qancha mazmun bo'lsa, ya'ni shu mazmunni o'z ichiga olgan ayrim bir hadislar olgan bo'lsa, uni meni bab deb mana ataydigan bo'ldi. Undan keyin uni meni hadisniki shu bo'linish e'tibori bilan undan keyin fasl deb araydigan bo'ldi. Hozir endi janoizga aloqador bo'lgan ishniki birisi o'lim masalasi var. Bu ölüm Allah Teala her qanday bir adam meni dunyoga kelishdan burun Allohga qachon qanchalik ömür ko'rdiganligiga Allohga qachon buni belgitlab bo'lgan. Endi belgitlab bo'lgandan keyin bu qachonlikqa o'ladi, nima yeydi, qanday ishni qiladi, buni bir taqdir ilohiy bilan Allohga qachon belgitlab bo'lgandan keyin endi bu insonlar degan bu dunyoniki o'zi jafolik bir dunyo, hech qanday rohat yo'q. Andavaniki bu jafolik asosan bu bir müminniki o'zi, musulmonniki o'zi shundoq shu jafodan qo'rqib, men o'chaniki o'zida men dunyoga ketib qolgan bo'lsam kina deb shundoq orzu qilgan nima va ishlar bor. Andavandan keyin bu orzuniki o'zi, ya'ni o'limni shu orzu qilsa bo'lamdi. Ya'ni orzu qilib men baldir o'lib ketgan bo'lsam, men o'lib ketgan bo'lsam, hozir o'lib ketgan bo'lsam, shu dunyoda yo'qolib ketgan bo'lsam deb men mushunda qilsa meni bo'lamdi, bo'lmamdi. Endi buni asosan agar bu o'limni orzu qilishniki o'zi bu nima emas, to'g'richi emas. Bu bir tarafdan to'g'ri emas. Nima deganda bu o'limni orzu qilishniki o'zi meni bir odamniki mushundaq dini deb, meni haqni deb, mushundaq jafo mushaqqat, mushundaq bu azob musibat kelgan vaqtdagi o'zida men buni orzu qilishniki o'zi bu nim bo'ladi desa Alloh taolo bu odamga men shu ishniki o'zi taqdir qilgan bo'lgandan keyin bu odam bir tarafdan taqdirga meni inkor qilgan, taqdirga rozi bo'lmagan mushta ishchi bo'ladi. Unda o'g'andan keyin buni asosan shuni bilan Alloh taoloniki har narsani biladiganlikqa, meni har narsa qilishda hakim sifati bilan bir ishni qilishga meni qodir ekanligidan iborat bo'lgan mushundaq sifatlarga to'g'richi bo'lmagan bo'ladi. Meni buni asosan bu nima emas, o durustchi emas. Ya'ni makruh. Ammo bu dunyoniki o'zida mana bu dunyo mushundaq dunyo ekan, unda o'g'andiki men Allohga ushqishni, men u dunyoga jannatga berib ishtiga ketgan bo'lsam kina deb, ya'ni shu jannat va u yerdagi noz ne'mat, shu mukofotni aslab o'chan o'zida mushunga yetishga birdan bir narsa o'lim bo'ladi. Men ashuni bir orzu qilib, men asha ketgan bo'lsam kerak desa o'chaniki o'zida bu nima o durus. Ammo shu mu'minniki beshiga kelgan, ashundaq musibat, azob, oqibat, ashundaq qiyin qistoq, ashundaq har xil usullar bilan qiynash, meni azoblashdan iborat bo'lgan, men bu narsaga chiday olmay, u odam o'zini o'ltirib olaman deb orzu qilish. Men o'ltirib yashashga qat'iy harom, ya'ni bu haqsiz bir mu'minniki, men o'zini o'ltirib verish, esib verish, o't yoqib verish deganidek bu ishniki o'zi men u odamga qat'iy nima harom. Ammo shunda bo'lsa-mu u odamning texi u harom bo'lgandan boshqa texi orzu qilishniki o'zi nima emas, o durustchi emas. Bu to'g'richi bo'lmaydi endi. Endi unda bo'lgandan keyin men o'limni orzu qilish, ya'ni tamanna yatamanna. Men tamanna tamannuyan deb keladi. Yani asli munyat degan gapniki o'zi bu asli o'lim. O'lim bo'lgandiki bu yerda bir tarafdan musibat dedik, yani munyat munayan, yani o'lim degan gap. Endi tafaala babida kelgan vaqtdagi o'zida bu tamanna yatamanna, yani orzu qildi degan gap. Orzu qildi degan bo'lganda tamanniyan, tamanni deb keladi. Undan bo'lgandan keyin bu mutaaddi bo'lgan bir nima o pil. Bu temennil mevti deymiz.
mastarniki o'zi omil bo'lgan vaqtdagi o'zida mana o'ziniki ma'muli bo'lgan maf'ulga izof qilgan ish shu ba deb o'qandiq. Anda bo'lgandan keyin mana babu tamannil mavt degan al mavt tamanniniki nimasi u maf'uli. Bu yerda uniki foili nima u mahsub. Ya'ni mu'min musulmon bo'lgan odamniki o'limni orzu qilishi nima? Durustmi, durust emasmi? Va undan boshqa men shu o'limni aslash. Ya'ni o'lim degan mu'min musulmonga nisbatan qanday bir narsa? Bu obdan narsami? Ya'ni bo'lmaydigan narsami? Men uni gapni qisib bo'lamdi, bo'lmamdi, mushu to'g'riliq Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam meni nima degan hadisda men mushning ustida nima qilgan bab, men shu aloqador, shunga aloqador bo'lgan hadisni so'zlaydigan nima bu bab deydimdi. Birinchi fasl Ebu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilindi. Dedi Ebu Hurayra, dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam men arzu qilmasin, arzu qilmaydi. Sizning biringlar. Endi la yatamanna degan bu nepifil. Nepifilniki o'zi nima o? Xabar. O inshochu emas. Bu yerda labzida bu yili xabar bo'lgan bilan u ma'ni nima o? Inshoki, ya'ni nahi ma'nosida deymiz. Ya'ni arzu qilmaydi sizning biringlar degani, ya'ni arzu qilmasin. Nahichu bo'lgan bo'ldi, nahi g'oyib. Nahi g'oyib bo'lgandan keyin bu bunda keltirishda an nahidimi? Mana bu yiliqi bir gapniki o'zini mushundoq, ya'ni xabar shaklida keltirsa bu nima bo'ladi? Mubolig bo'ladi. Ya'ni mana qilma deganlikdan bir odamni, ya'ni uni degan gapniki o'rnidan voy mening bolam mana ishni qilmaydi deganlikning o'zi nima degan gap? Qilma degan gapdan qilmaydi degan gap, bak nima o cho'ng. Bak yiliqi mubolig bo'ladi demdi uni to'sishda. Yani şu üçüncü keltirgan. Mana sizning biringlar men arzu qilmaydi. Ya'ni arzu qilmasin nimani? O'limni. Bu o'limni nima qilib bo'lmaydi? Arzuchi, qischi bo'lmaydi. Men o'lib ketsam bo'lmamdi deb, o'lib ketsam de arzu degan gap o'chaning o'zida arzuniki o'zida ikki xil. U amalga oshadigan bo'ladi, amalga oshmaydigan nima bo'ladi? Arzuchi bo'ladi. Bu arzu ham umid degan ikki xilchi ma'nichi bor. Unda var iken sizning biringlar o'limni arzu qilib, ya'ni o'lib ketishni arzu qilib mundaqchi qilmasin. Bu nima emas o? To'g'richi emas. Agar o o'limni mana o arzu qilib ketki, o arzu qilib, mesela o'lgisi kelib ketsa, o'chan o'zida bundaq ben o'lib ketsam bo'ldi deb undaq yiliqi shundaq yiliqi mubham, shu yiliqi qisqa, shundaq gapni qilmay, o'chan o'zida tavanki hadisga asosan, agar mening hayotim mening mushu hayotim meni yaxshilikqa yaxshi bo'lgan bo'lsan, ya'ni yaxshilikqa meni yaxshi, mening hayotim yaxshi ekan. O'sha yaxshi ish qilgan, shunday bir ishni qilgan, diniy ahkomlarni qilgan bo'lsa, meni uchun nima qilgan? Meni hayotim uchun uzun davomlashdi. Agar bu hayotniki o'zi menga muvofiq bo'lmasa, asqib qolsa, shunday diniy ahkom bo'yicha amal qiladigan o'zlariniki degan gapni shunday amal qila olmaydigan bo'lib qolsa, o'chani vafot topdi degan, men ma mazmundichi desi bo'ladi degan tavanda nima bor? Hadis bor. Unda o'ndikin bu yerda sizning biringliki mayli mu'min yoki mu'min ayollar bo'lsin, meni kichkina bir musibat kelgan vaqtdagi o'zida meni dinni dedik, voy dinni ish qilamiz, voy andoq qilamiz, mundoq qilamiz, men mu'min musulmon bo'lgandan keyin men shu bo'yicha men yashayman degan bo'lgandan keyin undoq bir deb qo'yish bilan bu dunyoniki ishi undoq tub-tushib ketmaydi. Alloh taolo u odam nima qiladi? Sinaydi. Bu to'g'riliq nima va oyat bor. Anda o'niki shu oyatga asosan har bir mu'min o'ziniki iymoniga asosan nima qiladi? Sinadi. Ya'ni bu odam voy men musulmon, voy men mu'min deb ashta yuriydi. Xalqning orzu o'zini ko'rsatib, har xil shaklda voyda vaqirib. Ammo shu haqiqiy shundoq degan gapniki o'zi bu odam nisbatan u odam vujudi iymon shundoq, rost shundoqmi emasmi deb men shu iymonniki muqtazosi asosan, ya'ni u odam o'niki vujudida iymon meni qanchalik men ashliga asosan Alloh bu odamni nima qiladi? Sinaydiki, ya'ni ashlining qarta musibat keltirdi. Bunda. Ashunda nima qiladi? Unga musibatchi berdi. Shu musibat, azob, oqibat chidamasi ashunda har xil qiyinchilik ahvollarni bergandan keyin, agar bu odam shu vaqtning o'zida men ashlidan yengib, ya'ni shu vaqtning o'zida ash maydoni chin tug'an bo'lsa, andiki buni bo'lgan bo'ladi. Og'izi degan gap o'chan o'zida muvofiqchi bo'ladi. Buni odam andiki nima qiladi? O'chan o'zida tasqinadi. Tasqab andiki bu haqiqiy mu'minmi, musulmon emasmi? Buni jamoat bir ko'rsatib o'tadi. Ko'rsatib andiki u
u odamniki mana haqiqiy mo'minkan, mana haqiqiy mo'min emaskan deganlik bu yerda shu isbotlandi. Mana hozirgi bizniki ahvolimizni qaragan vaqtimizda, bizniki vatanimizdagi ichida shu 5-6 yilniki oldin bo'lib ketgan holat qanday holat edi? Mana hammadan din deb ashta qildik. Qilgandan bir mezgildan endi u to'g'ri ketmadi. Tüptüz shu bo'ldi, sinoq. Chunki bu hech qanday vaqtning o'zida bir odam bu dunyoda men mo'min, musulmon deb turib, unda tüptüz ketadigan ish shu yo'q. Bu to'g'ri Qur'oni Karimda nima bor? Oyat shu bor. Unda qilmanglar, bu ilgari ummatga mushtaqchu qolgan, unda tüptüz bo'lgan ish shu, unda gumon qilmanglar deb. Mana shu mazmunda oyat bor. Anda o'g'aniki bu jazma sanadi. Yani onun başka mene qandaq oldu yana 2-3 yilniki oldida shundaq voy desa, ay deb, ay shundaq, voy biz mujohid, biz muhacir deb o'ltirib, mene dunyoning ishini shundaq qilamiz, ondaq qilamiz deb ashta qilibdi. Ha shundaq mekan deb Alloh taolo yeni bir qiyinchilik ahvol bir beribdi, anda qandaq oldu. Mene shu vaqtniki o'zidagi e'tiqodi va odamlarning tushunchasi bilan shu og'zi chiqqan gap bilan hozirgi gap tubdan nima qilmadi, o'xshamadi. Ba'zi odam shundaq chiqadi dani. Qandaq u çağda degan gaplar hozir hech moslashmaydi. Shuniki ziddini çok qiladi. Men Alloh qanday qiladi ekan, mushaq sinoq çok qiladi ekan. Endi bu hozirgi bizdagi nimamizga sinoq, ya'ni fikri maydonda turish bir sinoq, uning qarshiligiga azob uqubat, ya'ni turmush ahvoli. Bu turmush ahvoli bo'lgandan keyin mushaq uyniki nimalarni qilolmay, anadagi bu ya bo'lmaydi ekan deb o'ltirib, meni o'la tirishni qarmay boshqa yuguradigan mushaq çok ishlar cho'ni ko'ryapmiz endi. Bunu qarab qanday bo'ladi ekan, nima ishda bo'ladi endi. Yani bunu qarab anadi ekan, yana shu vatanni nima qilib chiqibdim bo'lar, deydigan ashunda bir nima bor. Ashun chidiyamay anadi o'lgan bo'lsam deydigan bunda bir ishlar cho'q bor. Bunda bir ishni cho'q qilmasin. Imma muhsinan falahu ay yazdada khayran. Agar u odam mana u nima bo'lgan bo'lsa, chiroyli ish qilgan bo'lsa, yani o adamniki o'zi mana bu shu dunyoda mana Qur'oni Karim hadis Rasululloh bo'yicha amal qiladigan, haqiqiy taqvo, muttaqi, solih, mana mushundaq kishi bo'lgan bo'lsa, o'chan o'zida pas imidki bu odam shuki ziyoda bu odam nimani yaxshilikni ziyoda qilgan. Yani savobni jiq evelishi mumkin. Savobni jiq evelishi mumkin. Yani o adam haqiqiy mu'min, meni shunday bo'lgan bo'lsa, iymoni chin, mustahkam bo'lsa, meni shu chon o'zida bu adam buning qarshiligida texmi yaxshi ishni qilib, savobni jiqcho evelishi mumkin. Va agar u adam meni eski adam bo'lsa, u chon qanday bo'ladi? U chon o'zida bu adam eski, nachar, fasik adam bo'lsa, fa'la lahu ayyastatiba. Kaşki bu adam shuki orzu qilishni, talab qilishni, bu odamniki o'zi men Allohning rizoligini talab qilishi mumkin. Men rizoligini talab qilib, o'chan o'zida voy Alloh, men shunda xato ishni o'tkazib qo'yibman. Xato ishni o'tkazib qo'ygandan keyin gunohni o'qimay cho'ng kichik, unda o'g'andan keyin men sizga tövbe qildim. Mag'firatni talab qilishni, gunohimni afv qilishni talab qildim. Unda o'g'andan keyin men buningni qattiq qo'l uzdim. İkinci bu ishni qilmayman deb Allohga tövbe qilib, Allohning rizoligini mena talab qilish mumkin. Unda o'g'andan keyin mena kichkina bir ish qilib bo'g'ishma o'lib ketsam bo'ldi degan unda bir ishni cho'q qilmasin. Ishga nima bor bu yerda yo'l bor. Agar yaxshi odam bo'lsa, texnik savobni oladi. Ölmey, shu ajal bo'yicha bo'lsa. Agar u odam yomon ish qilib qolgan bo'lsa, xato ish qilib qolgan bo'lsa, balkim bu odam tövbe qilib, men Allohning rizoligini talab qilgan bo'lishi mumkin, talab qilgan bo'lib qolishi mumkin. Unda o'g'andan keyin o'limni orzuchi qilmasin. Chunki bu to'g'richi emas deydi. Bu odamda imma muhsina degan, bu yilqi muhsina deganniki buniki zibarniki o'zi, bu apan naqisniki mahsub bo'lgan omili. Ham uniki ismisi mahsub bo'lgan pilniki nimasi o xabar. Ya'ni inkana hazır raculu nima muhsinan degan gap bo'ldi. Endi imma musiyan umushu. Unda o'g'andan bu yerdagi musianniki mena zibar o'qilishligi sababi shu. Agar o odam imma degan gapning o'zi ya o odam degan gap yoki innahu deydi, bu chaqning o'zida immaniki yoki lug'at yoki nahviy nimasi aytib nim bor. Bu chaqning o'zida inkanahu inkana musian yoki muhsinan degan gap bo'ldi. O'chan o'zida inni tushdik, nunni mimga akaldik, undan keyin
mim ziyoda bo'lgan bo'lishi, ona immo bo'lgan bo'ldi deb ashta nima qildi? Ya'ni bu. Endi istadaba yastatibu degan bu yilqi itob deydi, tanqid degan nimada mana ma'nida. Utba degan gap orzu degan gap bo'ladi. Unda o'nikin ataba yatibu degan bu yilqi tanqid qildi. Uning uchun nima qildi? Uni sen unda qilma deb o odamni sal nima qildi? Uni qilmaydiganga to'sdi degan gap. Endi bu yerda istabala babida kelgan bo'lgandan keyin men bu tanqid qilishni yo'qotdi. Ya'ni istabala bobi kelgan vaqtning o'zida ba'zi vaqtning o'zida bu sinniki o'zi asl sulasi mujarratniki ma'nosini men yo'qotib etishniki ma'nosini bildiradigan ish bor. Unda o'g'aniki tanqidni yo'qotib etishni talab qiladi degan. Ya'ni Allohniki orzu qilishni, Allohniki rizoligini nima qiladi? Talabchi qiladi degan gap. Ya'ni tanqid qilishni yo'q qilib etishni talab qiladi degan gap. Yani tanqid qilmaydigan ishni qildi bu odam degandan Allohning rizoligini talab qiladi degan gap bo'ladi. Men bunday nima qilamiz? Bunaqa ma'nichu aytamiz. Men bu oyni Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi nima qildi? Rivoyatchi qildi. Men Abu Hurayra roziyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi Abu Hurayra dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Mena arzu qilmasin. Arzu qilmaydi sizning biringlar o'limni. O'ltirib berishqo qat'iy tursa emas. Mana oyatda deganimizda hatto arzu qilmaydi deydi. Mu'min bo'lgan odam o'limni hargiz arzu qilmaydi deydi. Vayna kichikmaydi. Bu biringlar shu o'limni. Vala yad'u degan daa yad'udan chiqqan bu nima bu? Naqs. Naqs bo'lgandiki buniki shu oxirdagi yilqi lamniki o'zi ya'ni va ashadi nahi bo'lgandan bu yer nima ketdi, tushib ketdi, shunga la yad'u. Ya'ni arzu qilmaydi, qilmasin şu biringlar shu o'limni, shuniki oldidagi keladi bu o'lim shu biringlarga. Shu biringlarga o'lim shu oldida kelishdan burun bunda bir o'lib berishni nima qilmasin, qishibsin. Voy men o'lib olay, voy deb o'limni, voy o'lim nima ketgan, nemish men o'lmaydigandim men, nemish meniki jenimni Alloh olmaydigandim, men o'lib ketsam bo'ladi, üstü bo'lmamdi deydigan bunda bir ishni cho'q qilmasin deydi. Nemishqa? Chunki sen qachoniki o'lsa bu odam, nima qil? Shu odam degan bo'lsa, o'lib ketgan bo'lsa, üzülüdü bu odamniki orzusi. Yani arzu qilib mu'min musulmon bo'lgandan keyin mana nima qilib qoladi bu odam arzu qilgan birinchi arzulari va u qavm men jannatga kiraman, Allohning rizoligini uchun erishib men Allohga mana ibodat qilib men jannatga kirib u yerda Allohninki tayyorlab qo'ygan arzu ne'matlarini uni huzurida men u yerda tuqqanlar bilan ko'rishman, undaq qilman, bundaq qilman degan nima va arzular va men shu arzu qilgan bir nima va arzu qilganga qilgan bir sabab borki, ya'ni amal. O nima qiladi? Üzülüdü. Ölgəndikən o nemisi aldikən o qılğan əməl həmisi nima qiladi? To'xtaydi. Hər qanday əməl nima qiladi? To'xtaydi. Və yana arzu to'xtagan deyken, yani əməl degan gap, yani şu səbəb nemisi olğandan əməli. Yani onuğa men savab alaman, Allah'ınki mükafatını alaman, muşning səbəbindən deydigan işning həmmisi ölüb ketgan vaqtımızda nima qildi o adam? Men o adamniki əməli to'xtaydi. To'xtagandan keyin o'chaqniki o'zida men bu adam o savabga erişamaydı, ölüb ketgan bo'lsa, ölüb ketsa. Uni qilmaydi, o'ja erişamaydi. Va endi jazman shan meni ziyoda qilmaydi, mu'minga o mu'minningki umri faqat yaxshilikni nima qiladi? Ziyoda qiladi. Yani o adam haqiqiy mu'min bo'lsa, o'chaqning o'zida bu mu'min bo'lgan odamniki o'zi bu hayoti dunyoda ölüb ketgan qadar meni haqiqiy mu'min bo'lgan bo'lsa, davomli bu odam davomli yaxshi ish qiladi. Unda nima ish qilmaydi? Xato, gunoh, ma'siyat ishni cho'q qilmaydi. Unda o'g'an ekan, bunda bir odamga nisbatan, ya'ni yaxshilik qilib turadigan sharoit, ashunda imkon, ham iymon, ham e'tiqod, ham amal bo'lgandan keyin, ham ilm bo'lgandan keyin buni qarshisa u odam o'lib ketsam bo'ldi deb o'limni kechirib, unda cho'q qilmasin. Bu nima emas, o durustchu emas deydi. Yana bo'libmi, meni ba'zi vaqtniki o'zida bo'libmi yoshlar va undan boshqa mushundaq balog'at yetishninki oldi keyinlarda bir odam aytibak nima bo'ldi endi bu yana fantaziy bir shaklda bo'ldi. Ba'zi bir ishni ko'may ashundaq ya uqmayib qolgan vaqtimizda shu o'lgisi kelib o'lib ketsam nima bo'ladi? Mushtaq deb u o'lim bilan nemisi yo'q, ashta holat bo'lib qoldi. Bu nima emas, o durustchu emas bu endi. Men bu esa Imom Muslim nima qildi? Rivoyatchi qildi.
Ve Enes radıyallahu ta'ala rivayet kılın dedi Enes. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men arzu kılmışsın. La yetemenneyenne. Aslında la yetemenna. Endi unda oğandaki la yetemenneyenne diyen gapning o'zi nuni saqili olgan bo'ldi. Nuni saqilniki o'zi bir naqsi olgan bir pilniki oxirga kirgan vaqtimizda uni qilib boqamiz, qarab boqamiz. Qargan vaqtning o'zida mana u naqsi olgan pilning o'zi mufrat bo'lsa, mana nunniki oldidiki, yanaki sokin bo'lgan a ismniki harfning o'zi yenib keladi, uni zibar harakat qilamiz. La yetemenneyenne deymiz. Ammo u jami yupti. La yetemennawna bo'lgan bo'lsa, uning akasi qanday bo'ladi? Jami yalaqi nun saqilniki o'zi, men kirgan pilniki o'zi jami bo'lgan bo'lsa, naqs pilniki o'zi nunniki oldi pesh bo'ladi. La nima deymiz o'changizda? La yetemennayunna deymiz, chunki pesh tushib ketgan vaga uqtursin deb. Unda o'ndan la yetemennayanna ahadukum degan cho'q gap bo'ladi endi. Unda o'ndan sizning biringlar meni hargiz orzu qilmasin nima qilib ketishni, o'lib ketishni. Nima deyilsa, bir zararninki jahdidagi yetti bu zarar o odamga. Men dunyoda men yuqorqi mutlaq edilsa, maylisini qilib tahrim shariat berdikan, oyat orzu qilmasin degan gapning o'zidan dunyoviy ishlarda bu odamniki o'zi kelgan musibatga chidamay, uning qarshiligida o'lib ketsam bo'ldi degan ishni chu qilmasin. Og'zicha chiqib, o ko'ngli ko'chirgan ishni chu qilmasin deydimdi. Unda o'g'andan men bu odamga yetadigan bir zarar, bir ish var. Men din uchun xizmat qilaman, men mu'min, men musulmon degandan avviyatni deganimizda uttu ketmaydi. Ketmagandiki bu odamniki shu rost, shundaqmi emasmi deb sinash uchun, men bu sinoqni o'tkazish uchun andan Alloh u odam musibat yetkazdi. Buni qartandiki bu odam chidayolmay, men o'lsam o'lib ketsam bo'lmabdi deydigan ishni chu qilmasin. Agar u odamniki o'zi meni lozim labuddidir qilishga. Men qilish qimiz bo'lmaydi ekan. Zodi o'lgusimiz taqib ketib demdi. Unda vaqtni o'zini nima qilsin deydi Payg'ambar u odam desinki, men ma duoni qilsin. Allohumma ahini ma kanatil hayatu khayran li va tawaffani iza kanatil vafatu khayran li degan mushu duoni cho'q qilsin. Nima degan gap bu? Ey Alloh, meni hayot yashassalar. Modomiki bo'lsa hayot nim bo'lsa yaxshi bo'lsa. Ya'ni menga hayot yaxshi bo'lgan qadar men hayot yashab işte öldürmey, şu ecili bir kadar nime kısılan beni yaşatsılan, beni müştak kısılan. Ve beni öldürü, beni vapat taptırsılan, kaçan ki vapat men üçün nime olsa, yaxşı olsa. Eğer men ölüp yediğin işi bana nispeten yaxşı olup, mesela uçağın üzerinde, ben hayat kalsam uçağın üzerinde bana o zararken, o kavun, mesela dinin bunca emel kılamaydıkken ben din üçün, ben imanım üçün her xil nimeler var, besim müşündakço, şu her xil kıyın kıstak, müştak azap ukubet, müştakço var. Bak oğandaki bunu şu itikadım boyunca, işinip itikadım boyunca emel kılamayım ben. Mesela bizim vatanımızdakiler qadir qildik. Men aşındaq bir holat bo'lib qolgan bo'lsa, o'chanlik o'zida meni nima qilsa, vafot ben o'ltirib aslı meni. Men o'lib ketsam bo'ldi deb, men mushu duoni shu qilsin deydimdi. Endi demak, beka unda çok qilmasin. Men bo'libmi bizniki vatanimizdagi hozir bo'layotgan zulmniki o'zi, men bu odamlarniki hozir beshi kelayotgan shundaq ichlik ahvol, men bu qanday holat bo'ladi, hammamizning ustiga tushib keladi. Hem biz mayada rahat, yaşavatımız, ibadetin kuvvetimiz, özümüzün şahsi ve onun başka kılıdığın işlerimizin çok kuvvetimiz. Ama vatanımız için bu adamınki şunda alet geldi ki hatta onunki o yalnız zahir taraftan Müslüman bir bulup yaşaşka uxta yol koymayın. Hatta ki onunki itikadı. Hatta ki onunki ruhidin tatip hemmeni kontrol kılman deb, men ruhidin imandan ibaret olan neyse hemmeni çıkarvatıman deb, kıbbağan iş yok kıvadı demdi. Men bu adam açta boz kanda holudan deyim. Bu adam hayat degen bir 5 günlük hayat. O azap ukubet kişkenan. Anadaki kanda holudan. Bunu diye ölüp gitti demdi. Mel koksum ölüdü, kokmusum ölüdü. O adam ölüp gitti. Ve eğer şu adam şu ondak boyunca ölüp gitse uçandaki üzüden Allah apu kuludu mecbur. Onu da mecburlangan. Ben mecburlangan boğandık Allah bunu apu kuludu. Lakin onu yine hareket kılmay. Yani beni mecburlu deyip yani addi karab dini meselindeki üzerine kısa yine çatak. Uçan üzerinde benim müşda bir ehval olan olsan, bunu asasen benim müşda dua kısak çok uçan üzerine bolu demdi.
Biz müşunda bir hakikatini bilmegenligimiz için, yani o dinimiz neyme, imanımız neyme, İslam neyme, vatan neyme, müstakillik degen neyme, bu narsani bilmegenligimiz için, kichkina buni qarshilığida bir iş qilsak, o'shaningizda musibat kelsa darhol yenib oladigan. Men müşunda bir ish bo'lganligi uchun shunga bizning ishimiz oqmay, anadagi qanday ish bo'ladi, müşunda kelishmaslik, o'sha echinish ahvol çok bo'ladi dedim. Ubadetül Samit radıyallahu ta'ala rivayet kılındı, dedi ol Ubaden, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir adam mene Allah'a uçkuşunu yaxşı görse, mene yaxşı gördü Allah Teala şu adamga nima qilishni uçkuşunu deydimdi. O bir adam set görse, o adam Allah'a uçkuşunu set görse, o Allah'ı o adamga uçkuşunu nima qiladi, set gördü dedi. Yani bu gapda nima chiqadi? Yani demek Allah'a uçkuşish. Bu yerde zahirin çıkıdı ki Ayşe Mehmet şunu deydi. Hem de Allah'a uçkuşunu diyen gap Allah'a uçkuşu bu dünyada bulmaydı. Bu nima o maddi dünya. Bu dünyada hiç kanda bir mevcudat. Men Allah'a uçkuşup bu Allah'dan körüşamaydı. Fakat kalda boludu ölgendikin buludu. Men ölgendikin boğandikin uçanık üzüde bu ölgendikin diyen bolğan iş. Anda oğandikin mene bir adam Allah'a uçkuşman diyen gapniki üzüden yine bir manida yani Allah'a men Allah'nınki üzü hakiki mümin Müslümanlarga men hazırlap koygan şu nazu nimetin ibaret olan cennetki kirişni. Men cennetki kiriş. Abdu bu yerden men Allah'ın körüş bir gap, Allah'a uçkuşuş mene bir gap. Uçkuşu bilen körüş işkinimi oludu, uçanınızda gapçı buludu. Anda o anken bu yerde Allah'a uçkuşunu diyen, Allah müşündak yaxşı müminlarga, meni mümin Müslümanlarga cennet mükafatını hazırlap koyup da anda o men aşağı şu köysem oldu, aş cennet kirsem oldu, aşağı yaşsam oldu dese, uçanın üzerinde Allah, men o adamını yaxşı görüp, andaki bunu karta Allah Teala bu adamını yaxşı iş kılıdı, muvaffak kılıdı. Devamlı zikir tesbih, devamlı takva muttaki, men devamlı kaşol Allah'ın yolunda iş kıldıgan bu işte adam çok kılıdı. Yani Allah'ın ki o adamını yaxşı görüşü şunu muvaffak kıldığın gibi. Hem de Allah Teala men bir adam Allah'ın uçkuşunu nime kıptı, set görüptü. Bana cennet diyen nime o? O cennet diyen ödüm yok, neuzubillah. Yak andak, mundak diyen bolsa, men uçanın üzerinde Allah şu adamını uçkuşunu set gördü ki, yani o adamniki üzü, men set gördü diyen gap, ne diyen gap? Yani Allah o adam yaktı mı diyen gap, yaktı mı kadar gazap kıldı diyen gap, azaplar diyen gap. Bunun karta andık bu adamını, aşındak, şu ruhide açta boğandaki şunu karta bu adamın yaman, haram, günah olduğu işkini kayda anladıkken şu adam şunu kolaştı, asallaştırıp verdi. Asallaştırıp ne göre varsa yakışını tapamaydı. Fakat köygen işten hemmisinin buludu canınızda haram, hata işin şu kördan buludu. Yani bu emdi. Digendeki şu vaktimizde Ayşem dedi, ya ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı ayarları dedi, İnna la nekrahul mevta. Cezmen biz, men ölüşünü set görümüz emes mi? Yani Allah'ını men set görse diyen gapni set görüşünü, men set görüp kalsa, üç kişini diyen gap, ölse diyen gap, anda onu bir ölüş çıkıdı, anda onu ölüşümüzü yaxşı görümüz emes mi? Tabi, insanlık, yani özümüzdeki insanlık ma şekil karga vaxtın özüden, ölüp geçişine hemmedem nemi kalıdı onu set gördüm. Yaxşı kömeydi. Bu tabi, bundak bu ya Resulullah. Bizim şunda olumuz mu dese, Peygamber dedi ki, neyse zalik. Emez, sizdeki at düşençiniz, men degen at düşençiki çok önem kılmaydı, okşamaydı. Lakin, mümin yani, o set görüş, yani, uçkuşunu yaxşı görüş diyen ki, mandak, kandak desen. Lakin, mümin, kaçanı ki hazır olsa, şu mümine bir ölüm. Ölüm ne buptu, hazır buptu. Yani, sakarat mevt, haletke keley dep keptu. Keley dep qalğan vaxtın özüdən mənə xoş bişarət verildi. Bu adamga Allah'ınki rizalığını ve Allah'ınki kerametini o adamki o xoş bişarət qışıb verildi. Yani öyle diğer vaxtın özüdən mənə Allah'ınki rizalıq erişdiğanlığını, Allah'ınki şu ölgəndiykin ki bolğan Allah'ınki o adam ulaqlaşdığından ibarət olan bu inamını mənə bununla siz ayakılsınız, mənə cennet kirsiniz, mənə qabrindeki özüdən başına cennet gibi olan pıraq bir yer tüşk içidip duruşa pıraq durursunuz, toy qılan keçingizlikdə şunda oxulaysınız degəndiyken şundaqçı o iş çok qılıdı. Qandiyken şuna qandaq oludan deken o adam nispeten pes emas.
bir şeyi yaxshiroq emas shu odamga anda bilmasligi u odamniki oldi dedi. Mana oldidagi narsada u odamga nisbatan nima bo'lmaydi, yaxshi bo'lmaydi. Hech qanday bir narsa yaxshi narsa yo'q bo'ladi. Va uning oldidagi jannatdagi mukofot, jannatdagi nozu ne'mat, ayol jannatga vatgan puroq, u yerdagi manzilni ko'rib o'tish bo'lgan ekan, uningki oldidagi mohiyati dunyo narsasiga hech qanday narsa bo'lmaydi. Bo'lmaganlik shu e'tiborda bu odam nima qiladi? Ya'ni demak, ayat Allah uçkışını yaxşı görsə degan gap, yəni Allah'ınki cennet kirgan vaqtning o'zida, mana mu'minlarniki, men Allah o odamlarga mushundaq narsani nima qilib bersa, men hozir qo'ygan bo'lgan narsa shuni orzu qilsa degancha gap bo'ladi. Yaxshi görsə degan gap. Men ma'vo deydi. Andiki shuni bilan bu odam qanday qildi ekan? Allah'ni nima qildi? Uçkışı yaxshini ko'rdi. Ya'ni Allah'a uçkışga, ya'ni Allah shu tayyorlab qo'ygan ash mukofotni men bir ko'rgan bo'lsam, shunuga erishgan bo'lsam deb u odam mushuncha yaxshi ko'rdi. Va Alloh taolo u odamni nima qilgan ekan? Uçkışı yaxshi ko'rdi ekan. Men u yaxshi ko'radigan, uni kirishadigan ishniki nimasi ishni qilib berdi. Shuni bilan u odamni jannatga oldi, men o'ldi, shuni bilan oldiga u odam uni uchun erishdi. Ya'ni bu. O jazma kafir, hem sat ko'rishi. Qachoniki hozir bo'lsa, mena hozir qilinsa iza huzirim. Shu kafirga mena sakratul maut. Men o'lib ketdi, az qolib qoldi, haqirab, ashundaq ishni hozir qilinsa, u chog'ingizda mena xabar berildi bu kafirga Allohniki azobini va Allohniki nimasini, men jazolashini nima qiladi? Bir şey xabarchi berildi. O'lib qolay degan vaqtning o'zida men bu kafir bo'lgan odamniki o'zi, men munofiqlarniki o'limni ichinish holat bo'ldi. İçiş holat bo'lgandiki bu oldin alat dunyo ketmay turib, men seni bu uningdan dünya bağa vaxtın qəbirdə bir azab var. Onunkin dövzaq kelgan vaxtın özüdə. Onunki aldığı sot meydanı bolğan haqası müşdə azab var deb ani bir xəbər verib aşında bir uxturub durdu deydi. Uxturub doğandakı bu kafirlər "Oy mən uyanıb qalsam olmaydı ekan" deb şunu onu nima qilgan gap. Ana dekin bunun üçün sət ko'rdigan gap. Məni deydi emas hech qanday bir şeyin sət ko'rilguchiroq emas. Falaysa shay'un akrahu yoki akraha bu ism tabzil. Bəs emas hech qanday bir şey akra degan Allah'ın nimasi xabri. Emas hech qanday bir şeyin men sət ko'rguchiroq emas shu odamga o'ziniki oldidagi narsadan. Men o'zining oldidagi narsadan bu boshqa qilib qolgan narsa sət ko'rilmaydi deydi. O dunyodagi echinishlik, o japa, o undaq vayron bo'lish degan gap aniq nisbatan hech qanday bir narsa emas deydi. Shuni bilan anadagi bu odam uni ko'rgandiki qanday qiladi? Allohga uçkuşunu bu kafir sət gördü. Ben aşağıya kip kalmasam boldu. Ben kip kalsam aşağı bana devzak aşağıya ot köydüken ben deydim. Şuna Allah Teala onun uçkuşunu mu kıldı? Sət görüp sen aşağıya kumamten de bir kadar yine hata işini kovasın de tehim uyada hata işini kovzup onun için tehima köydüğün tehima şu azaplığa iştiqa o adamçı şu işini kılğanğa berdo deydi. Muttefakun ço aley değil. Hem de bu yerde biz ölümle arzu kılmayın. Beni cennetli arzu kıladigan. Allah'ınki mukafatı. Beni Allah cenneti kılıp koygan nazı nimet. Ve onun başka Allah özündeki cemalini cennet görüş. Beni Allah'ınki beni rizalıkı erişip Allah'ını görüş. Diğerli de muşundak bir nesne arzu kılıp kalsa uçan üzde bu nimet o duruz. Yani o duruz. Ama ülüp karışını, ülüp nokul alet deme, ülüp gelsem degan gapni meni arzu qilish, meni kichkina bir musibat yetibla, uni qischa bo'lmaydi dedim. Yeni bir rivayette, Ayşem'ninki yeni bir rivayeti var. Vel mautu qabla liqa'illahi degan bir rivayet var ekan. Ayşem'nin yeni bir rivayetide, men bu hadisniki o'zini, Ubadat Samit'ninki hadisini aynan Ayşem rivayet qilgan. Ayşem rivayet qildiki Peygamber sallam mena ve men kariha liqa'allah karihallahu liqa'ahu degandiki shuni Ayşem mena biz ölümni men sət görmeyiz ama ölüm Allah'ın uçkuşuniki oldida bo'ladi emasmi? Allah'ınki uçkuşu ölüm bo'ladi. Ölüm bo'lgandiki biz şuna ölümni bizimki sət görmeyiz ama Allah'ın uçkuşunu biz yenim qilmaymiz, sət görmeymiz. Deb muştaq shu degan bo'ldi dedi. Deganlik Peygamber vay undaq emas demek kimdi. Ebi Qatada radhiyallahu ta'ala rivayet kıldı. Şuna da cezmen
Peygamber Aleyhisselam Ebu Katade hadis bayan qilib berdi. Şuna deb ki cazmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ötdi. Peygamber sallallahu kaşıdan bir cenazeni qilib qoldi, ütüp qoldi. Endi merre yağmuru degan pil lazım. Pil lazım bo'lgandan bunuga pil mutaddichu ketme nima mutaddichu pilchu emas. Uning maf'uli yo'q. Ammo buniki murra deyish uchun jazman o yiliqi bu yer pil lazımchu uçaniki üzide uniki yiliqi failichu yo'q. Fail yo'qolgan bu pil lazım bo'lgandan uni mutaddi qilish uchun jazman u mutaddi bo'lmoqchi bo'lgan şu murra merraniki üzge, şu mef'ulniki üzge harf jarni nima qilamiz keltiramiz. Şu harf jarni keltirib, şu nima dedik o yerda bir kaffaratin, nima? Bir cinazetin debçuk keltirildi. Anda o andaki bir cinazetin murranın nimasi olgan bo'ladi, mef'ul ma'lum musamma fa'ilchu bo'lgan bo'ladi. Meni jazaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ötdi Peygamberimiz kaşıdan bir cinaze yutib qoldi. Endi bu bizim Uyghur tilida o nima ma'ni etilmaydi endi. Mecnun ma'ni etilmaydi. Mecnun qanday ma'ni etimiz? Qilindi, itildi deb unutacağımızı paylı yok ana. Endi Peygamberimiz kaşıda bir cenaze yutib ketdi. Yutib qolgandan keyin şunun bilan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nima dedi? Mustarihun yoki mustarahun deb ikki gapni deb qo'ydi. Yani mustarihun degan muftari masubniki nimasi o xabri. Yani mustarihun degan yani o o'tgan cenaze yani ülük rahat tapquchidir degan gap yoki u uylik nima mustarahun minhum yoki u uylikniki o'zi nima rahat tepilg'uchidir. Rahat tepilg'uchidir degan gap. Men bu odam rahat tapquchi degandan keyin bu odam o'lib ketibla, ondan keyin nima qildi? Rahat topdi degan gap. Endi rahat tepilg'uchi degan gap, ya'ni boshqa kishilarniki o'zi bu odamdan nima qildi? Rahat topdi degan gap bo'ldi. Unda undan keyin bu mustarihun degan nima? Istiraha yastarihudin. Yani rahatlandı degan gapni nima qildi? Chiqdi. Unda o'g'ani bu pil lazım. Pil lazım bo'lgandan keyin buniki ism foydani mustarihun keldi. Buniki ism maf'uli ana maf'ul bo'lgan vaqtdagi o'zida pil lazımligi o'zini uni maf'ulga aylantirsak nimaga aytildik? Harf jarni aylantirdik. Shunga an minhu degan nima keldi? O yerda bir majrur jar ismchu keldi, yani harf jar keldi. Degandiki dedilar bu sahabeler ya Rasulullah nimu mustarahun minhu degan nima degan gap bu dedi. Ama bunun lug'at ma'nosi biludon. Bu sahabeler ama rahat tapquchi degan gap o yerga madaq gapning o'zidan bu rahat tapquchi o'zi rahatlanib qoldi endi degan gap. Manada bir odam rahatlanib qoldi degan gap. Unda o bu nima degan gap dedi-da, degandiki Peygamber dediki el abdul mu'minu. Yani haqiqiy mu'min bo'lgan bir kishi, mana rahatlandi bu kishi dunyaniki jafo mushaqqatidan va dunyaniki nimasidan azob uqubatidan nimaga Allohniki rahmati tarafga qarab bu odam rahatlandi. Mana bu dunyoda nima azob uqubat, mushundaq musibat, qiyinchilik bo'lgan bir nima u dunyo. Hamma narsasi ig'ir keladi. Namoz o'qimas, qo'pqis kelmaydi, yaxshi ish qilman desiz uchun o'chaning o'zida bu narsa qilg'is kelmaydi, yotqis keladi, o'ynag'is keladi mushtaq ish. Anda o'g'aniki bu odam mana bu dunyodan men Allohning rahmati bo'lgan jannatga nima qilib ketdi, mana men shu orqali bu odam bu dunyoning azobidan qutuldi deydi. Va fojir bir mu'min, ya'ni fojir bir odam mana rohatlandi bu odamdan bandalar, shaharlar, daraxtlar va hayvonlar. Mana bu odam askub qolgan bo'lsa, zolim bo'lgan bo'lsa, fasik bo'lgan bo'lsa, zolim fasik bu kafir degan gapniki o'zi bu faqat bu dunyoning o'ziga bu nima ofat. Bu har gün nima kelmaydi, bo'ladigan yaxshilik kelmaydi. Ko'ryapmiz endi. Men kafir hozir dunyoda meni egallab ketibdi hozir. Dunyoda hech qanday bir yerda xotirjamlik yo'q. Hammasi nima? Ashunda qo'rqinish, ashunda andishning ichida nima qiladi, yashayotdi. Andish qo'rqinish ichida yashab bu odamniki o'zi hattoki o'ziniki shaxsiy mulki bo'lgan narsaga ega bo'lolmay, meni o'g'irlab ketmaydi deb o'ydimi saqlay olmay, o'yda saqlasimi nechidan qo'lpini tiqib saqlab, uning ustiga u yetmay uni da saqlaygan odam tutib va uni da boshqa har xil mana kamerani qo'yib mushta holatda yashab ketdi. Bu nima bu? Bu kafir mana bu faqat kafirniki mushu ish shu. Men shu o'g'andikin ana unda ya insonlik yo'q, yoki nima yo'q, vijdonlik yo'q, yoki odamiygarchilik yo'q, ya axloqlilik yo'q. Mana biz ko'ryapmiz vatanimizda shu Xitoylarniki mana qanday ekanligini. Unda o'g'andikin mana mushuga nisbatan bu kafirdan anadikin
qolgan nimada o'lib ketsa, uchaning o'zida qolganlar nima qiladi? Uchanda rohatlanadi. Shu nima dedi uni payg'ambar mustarahum minhu dedi. Deydi. Yani demek, men haqiqiy bir mu'min o'lib ketgan vaqtingizda amaliyot o'lib ketibdi. Uchangiz rohatlandi degan gap, chunki u odam nisbatan dunyo jafo mushaqqat. Men hamma tarafdan bir qiyinchilik bor. Hamda kafir o'lib ketgan vaqtingizda mushtaq nifoq, munofiq, uchangizda qolganlar buniki zarradan shu omon qolib qoladi. Buni ular rohatlandan qolganlar deydi. Abdullah Ömer radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qildi Abdullah meni tutdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam meniki muyramni nima qildi? Tutib dediki, nima dedi? Kun fit dunya ka'annaka g'aribun aw abiru sabilin dedi. Bo'g'in sen, hey Abdullah, sen dünyada go'yoki sen g'arib bo'l. Yoki yo'ldan o'tib ketgan odamdakcho bo'l dedi deydi. Endi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gapning deyishniki o'zi. Bu Abdullah Ömer uçağının özü de tek kichik. Uçağının özü de Peygamberimizin hayatida tek yeydisi hiç kadar bir adamning to'l adamning yeydisi tek yeydigan bir narsa yo'q. Mana tövendemi keladi. Turmushi shundoq bir nima o nachar bir holat etdi ularniki. Şundak turğu Peygamber ma gapni İbn Ömer dedi. Yani demek İbn Ömer uzun ömür görüp onundaki dünyaniki üzü resmi içilip uçan pul mallık bulup ondakin adamlarniki üzü dünyaya birip gelen bir devre keledi. Bu devrini İbn Ömer radıyallahu ta'ala ne kıldı? Yaşaydı. Sen şu canlı yaşaysan, anda o anki sen şu canlı yaşayan vaktinde de sen o hakkı birip gidip sen bu dünyada hep aram olamda halal olan bunun karı yok. Ben pul tapsam bol temem, mal yığsam bol dep unda kıldığı işini çıkmay. Sen kandak kıgen, sen bu dünyada gırp. Yani dünya seni hiç kadar bir nerse beni tanımaydıgan, naiti, yakigan, yaşaydıgan müştak bir alet şu yaşa. Yani kalbin müştak olsun deyin ki. Bunun emniyette hiç kadar dünyanın çattığın yok olsun diye emez. Bu kalbinin işi. Yani sen goya ki dünyada garip bir adamda yaşa. Sen her kançı cık pul olup gelsin mi? Her kançı öylüren, her kançı maşinlerin olup gelsin mi? Şunda cık pul melen olup gelsin mi? Sen goya o nesin üzü sana yattek. Kalbin onu hiç kadar közü ilmaydıgan dek. Ama mahiyeti çoğu hayat dünya oğandaki resmi şu ölmeydigan dek ne kılımız uçağda işleyimiz. Tapimiz uçağınızı alan yolu bilen ondak çok bol olur. Yani bu kalbinin nemesi işi. Hem de ev abir sabiyelerinde gel vaktimizde ev degen bununki üzü. Bu yerde yalaki tesviyaniki ev emez. Bu nemi o izrap mənisi gelgen ev ki belki tehi garip boğanda başka tehi onun dedik. Belki onun yukarıda yoldan ütüp ketken adamdik. Abir degen nemi ubur. Deydi uburun. Deydi o yalaki transit nemini deydi kandı bu günü. Yani yolda ütüp ketken yolucu dehun. Şunu konunda dünyada sen yolucu deh neme kıgen yaşap şu müştakça ütüp gel. Garipti mi ütüp? Deydi Peygamber. Hem de deydi diyendikin Berti İbn Ömer radıyallahu ta'ala bu şehidisindeki mezmunu ne? Benim mümin Müslümanlarımız şu aldığı bir kança yani yılındaki aldığı yani esirde deydi. Buna hata düşünüp şunu olan andaki dünyada bizim işimiz yok. Karımız yok. Deyip men zahid oldum, men derviş oldum deb, dünyanı terk dünya kıldım. Bu katta nemeken işken, zahidlik degen. Men bu nesini hata düşünüp, şuna terk dünya olduk deb, bütün yüzündeki bütün işlerin hemini taşvetip, uçağın yüzünden aile olamda onunla tutmayın. Xotunanmay ya ertekmeyin. Ya ki umay dünyanınki hiç kandak bir terakkiyat ve Müslümanlarınki ve yüzünki ve başkalarınki mene işlerine ehemmiyet vermeyin. Onun gülünüşü ve terakki kılışına ehemmiyet vermeyin. Müşte ülüp giden iş olanlık için şunu da bunun da paylarını verip kapırla andaki Müslümanlarını hem yerlerine kıldı istihala kıvaldı. Bu esas kalbinin işlemdi. Biz hayatı dünyada resmi maddi taraftan aşı Peygamber degandek aşı kalımız mengu ölmeydiğinde işleyimiz. Onu hemen kılmış. Çünkü bu hayatı dünyanınki kandak oluşu yani ölgendeki cennet kirişinki bağlılık. Eğer bu hayatı dünyada siz resmi doğru işini kılıp savaplı işini kısınız uçan üzerinde o cennet kiriş nime o boludu. Bu dünyanın işini karınızı okulup uçan üzerinde o işini Xitayla kapırılmışta kıldığımızsa uçan üzerinde kandak olandı ki siz uçan cennet kiriş mukafat bulan da o bulmaydı. Yani şu
mazmundagi insonni to'g'ri tushunilib, mana islom dunyomizda mushta dervishdan iborat bo'lgan. Men mushundaq kishilar va undan boshqa men to'g'ri olmagan, mana sufizmdan iborat bo'lgan bir xato bir iqim paydochi bo'lgan. Shunga anadaki dünya bilan ishimiz yo'q deb, dunyoni andaki qog'onlar mana kashf qilib, ijod qilib, fan texnikani mana ular nima qilgan, mana narsa kerakni har xil narsa yasab chiqib, shuni o'lchi ib ketdi. Shuni xatosi chiqdi endi. Berti ibn Umar radhiyallohu ta'ala deydi: "Qachoniki sen nima qilsan, meni kashqurun qilsan" deydi o'zining shogirdlariga. "Sen kutmagansan attiganlikni. Yani attiganlikni nima bo'ldi, qanday ish bo'ldi deb ko'nglingda undaq putuga ishni cho'q qilma" deydi. Va qachoniki sen tanga tursan, past kutmagansa kashqurun bo'lishni. Kashqurun bo'lishniki, men kashqurun bormi yo'qmi, nima ish bo'ldi, uni kutma qalbingda. Ammo shuning sababini qilamiz oyat o'qigandan keyin. Va tutqun sen seninki sog'lomlik vaqtingda seninki kasal bo'lib qolishingki uchun bir nima to't, bir ishlarni mana nima qo'ygan, uni tutib qo'ygan. Ya'ni sen sog'lom vaqting o'zida meni ishni shu yiqqan, u kasal bo'lib qolsan, u ishni shu sen qila olmaysan. Unda o'g'andan keyin ma kasal sog'lom vaqtiniki o'zing nihoyat g'animat bo'l. G'animat bo'lib toz ibodatni qilgan ishni ajib qilgan. Meni odamniki hamisha unda sog'lomchi bo'lmaydi. Kasal bo'libchi qilgan ish shu bor. Va seniki hayotingdan, seniki hayot ko'chirishingdan sen tutqin, sen o'lim uchun bir nima to't, u yerda bir mana shu yerga nima deymiz endi u yerga zuhra. Yani aşınaqa asqatamdiki deb ip qo'ydigan aşına bir ishlarni nima qilgan tutqin. Yani sen hayat bo'ldi ekansan, mush hayotingniki o'zida men o'lgandan keyin shu dunyoga nima qiladi, asqadidi deb sen ma dunyo vaqtingizda hayot qolgan tozjaq ishlichu qilgan deb mush gapni nima qildi deydi endi. Endi bu yerda shu yani bu ya qalbining ishi. Sen kashqurun qilsan attiganlik nima bo'ladi? Attigan qilib qolsa kashqurun bo'ladigan gapni ma qalbingda undaqcha kutma. Ammo ma dunyo kelganingizda sog'lomlik ish sog'lom ekansan, ham sen hayot ekansan, unda o'g'aniki bu ishkisi nihoyat g'animatni bo'lib harakat qil deydi endi. Uncha amaliyoti moddiy dunyo o'g'an uncha ishla. Ishlamsan bo'lmaydi. Uncha men kutmayman deb, men hozir qo'shim to'yda attiganni nashd qilib oldim. Endi u tushda yo kashqurun nemisan mayli deb jimmit o'yining ishiga yetib qolma degan gap endi. Yani bu keyingi mazmun uchun mush chiqadi. Yani bu nima asos? Qalbning ishi. Qalbimizda bunda dunyoga nima verish bo'lmaydi, esil verishniki o'zi to'g'ri emas. Jabir radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi ol Jabir anladim payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan. Mana o payg'ambar alayhisolatu vasallamning o'lib ketishining oldi 3 kun. O'lib ketishiniki 3 kun oldi deydiki payg'ambar nima deydi u? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi. Degan gapni shu deydi. Men o'lmusin sening biringlar. Mana o'lmusin. Yani ölmüsün degan gapniki o'zi bu odamni qo'lidan shu kelmaydi. Bu Allah anlamaqacha ajalni bo'lgan, balki shu bo'lgan. Yani o'ladigan bir ishni, yani bu odamniki o'zi o'ladigan vaqtning o'zidimi? Qanday qilsin oxirgi gap. Megarlar bu adam meni yaxshi qilsin gumonni Allohga. Mana bu odam shu o'ladigan vaqtning o'zida gumanni, yani guman degan mayada yalaqi ishonchi degan gap, iymon, ishonchi degan gap. Mana iymon, ishonchining o'zini Allohga yaxshi qilgan holatda o'lsinki, men o'lib ketsam Alloh taolo meni afv qiladi. Men uchun mag'firat qiladi. Menga jannatga akiradi. Mening gunohim shundoq cho'qib ketsa men tavba qildim. Menga azob oqibat u yerda shu bo'lmaydi. Degan men mushu orzu bilan nima qilsin, mushtaqcha o'lib ketsin. O'lgan vaqtda mushtaq qilsin deydi. Mundoq o'lib ketgan oz qolganda men undoq qilibman, menda ishni qilibdim. Am qandoq bo'ladi? Jannat kiramanmi? Men do'zax qilib ketsam, undoq kuyib ketsam, qabrda menda azob ketsa, ilan bo'lsa, bo'lqi bo'lsa, bu qandoq bo'ladi deb undoqcha qilmasin. Bu nima emas, to'g'richa emas deydi. Chunki u odam nima? Haqiqiy mu'min. Men bu o'ylashninki o'zi iymoni bor ekanligini nima qildi, bildirdi. Unda o'g'andikin bu odam voy Alloh meni azoblayotami, mening qo'tami deb unda cho'q qilmasin deydi. Ikkinchi fasl. Muaz ibn Jabal radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi, dedi u Muaz,
Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İn şe'tum enba'tukum. Ma evvalu ma yakulullahu lil mu'mini yevmel kıyamet. Ve ma evvalu ma yakulun leh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuna dedi. Eğer halisanı sizler haber verin ben sizlere nimu birinci nesinin birincisi ki deydi Allah Teala müminlara kıyamet günü. Yani Allah Teala kıyamet günü müminlara nimini birinci katım deydi ben sizlere berey onu halisanı haber verey, dep berey. Ve nimu men anda bir nersi ki müminler Allah'a deydiğin. Yani müminler Allah'a deydiğin nersinin birincisi kıyamet günü de birinci olup nimini deydi o. Yani Allah müminlere nimini deydi birinci olup eğer halap kasan mesela bunu çok dedi. Digendeki sahabe dedi ki vay ya Resulallah deppesine digendeki Peygamber dedi ki cezmen birinci katım Allah deydi ki Allah müminlere nimi deydi o. Hel ehbabtum liqai. Mene birinci katım deydiğin gibi sot meydanda man uç kişini yaxşı kördüңmü? Köremtiňizli o dünyada deydi. Digendikin ulu deydi ki vay naam ya Rabbana vay yaxşı kördük deydi. Digendik Allah Teala şuna deydi ki nime üçün şunda yaxşı kördüňmü deydi. Digendikin deydi ki ula racavna afwaka ve mağfiretik. Biz seninki afu kılışını ve mağfiret kılışını biz ümit kılgandık. Men muşu ümit kılış men muş işini de men şoň silni biz ümit qan. Birinci katı muştaço ümit qan işimiz menen muşitdi. Şoň biz Allah bilen uş qalsak Allah bizni afu qılıdı, mağfiret qılıdı degan toq degandikin Allah Taala deydi ki qad vajabat lakum mağfirati. Onda oňandikin meninki mağfiretim siz üçün nim boldy emden. Men vacip boldy ki yani bolmaydygan halat çö kip qaldy. Onda oňandikin men sizin gunan hemmeni ço menim qatamen küçür watamen dedi. Yani demek Allah Teala'ga ölüp gitişin aldıdan men Allah'a ümidini bu adam açtaq yaxşı qısa uçan özde bu yaxşı bir emel bunu mukafat verdi Allah savap verdi bu bir emel anda oğandaki bununki neticesine ölgendikin Allah muşudan verdi o adamga mukafat verdi deydi. Men bu ensi İmam Beğvi rahmetullahi aleyh şerhi sünneti rivayet kıldı ve bu Nuaym Hilye degan kitobida nima qildi rivoyat qildi deydi. Hulya degan kitob varken şunu rivayet kıldı deydi. Ebu Hureyre radhiyallahu ta'ala rivayet kıldı dedi Ebu Hureyre dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mene köp kılınızlar lezzetini nima qildigan yok qiladigan yok qiluvchiniki gepini chu nati chiqchoq qilinglar. Yani nimani ölümni el mevte yoki el mevti aksiru zikra hazimil lezzati. Uçağınızda mene aksiru degan emir. Köp qılinglar lezzetlerin, tatlıqlarını hazım degan nima qildi? Kesidigan, üzüdigan, yok qiladigan narsaniki gepi. Bu ölümni yok qiladigan nima? Bu lezzetni yok qiladigan narsa nima? Ölüm. Uçağınızda hazimi degan gapning üzüdün el-mevt aslında nima o bedel oldu. Bedel olgandaki el-mevti deymiz. Yoki olmaydi o lezzetni mene nima qiladigan keskich olgan narsaning gepini degan gapdan bedel qilsak uçaqda o gap qav ölüm. Uçağımızda el-mevte şu deymiz. Anda olgandaki siz davamlı ölümni eslanlar. Men ölüp ketip anda onu men kelgüsümde ölüdigan iş var. Men ölgendikin Allah'a uçqışıman. O yer so'rilama qa işlemin hemmesidan. Deydigan muşu gapni üçün jik qilinglar. Jikchu danglar, eslanlar ama arzuchu qilmanglar. Yani o kichkina bir musibat yetganlik sababidan deydi. İbn Mesud mana bu insonlarniki mana eng muhim hozir g'aflat, hozir xatolikniki birisi bu nima? Ölümni eslemaslik. Ölmeydiğinde yaşaş. Men ölmeymen muşu dünyada ebed yaşayman deb. Men muşuniki sebebiden bizga kelgan bir xorliqniki bir nemisi o, bir sebebi şu. Çünkü hammadan ölüşni yaxshi ko'rmaydi. Bu ölüp ketsem bo'lmaydi deganlik uchun qanday qiladi? Men o'ziniki dini bilan, o'ziniki iymoni bilan, o'ziniki millati bilan, o'zining xalqi bilan kor yo'q. Men foydalansam bo'ldi. Men muşu dünyada rahat yaşasam bo'ldi. Ölmesem bo'ldi, jafo tatmasam bo'ldi deb oshunda qashqarlik uchun, shuning uchun Alloh taolo bizga mush musibatni shu akvati dendi. Agar bizniki tushunchamiz unda bo'lmay, bizniki hayotimiz mana bu dunyoda 5 kunlik hayot, yine hamon ölüp ketamiz. Ölgandan keyin taqa unga Alloh biz mushunda mukofot berdi degan ishonchimiz bo'lgan bo'lsa, men shu tushuncha rasmiy atrofli
Çektiğinden mana bunu bilgen bolsak, o çağın üzerinde bizim işimiz bu halat şu kanmaydı. Hem adam kanda oldu. Bu dini itikad aciz. Dini itikad aciz olgandaki şununla bu adamlar mana nima qildi? O çağın üzerinde ölümdü qo'rqdi. Şu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'nınki men yedisi degan şu. Sizge ahir zaman harlık keldi. O harlıkın birisi men muşta oldu deb, yeni birisi nima? Ölümdü qo'rqish. Sizlar ölümdü qo'rqqanliging uchun men kafirlar etrafındadan muşundaq yelaki nimalar şu yaşaratlar tatqiyalar etlib kelganda shundaq sindim. Etlib kelib vatan hech qilib bilan qo'ymay, muşta musamlik qiladi ya degandiki shundan o yelaki sahabeler ya Rasulullah o bizi sanımız uçad jıqtusa nimish qundaq bo'ladi desa, ularniki cho'shadik bo'lgan musulmonlarning mu'min deyotgan kishilarniki mena qalbi nima ojiz. Ular ölümlüçü ölüp geçi yaxşı görmeydi. Dünyanı yaxşı görüp getidi. Dünya yaşam boldu da şu hayatı dünya yaşam muşunda men yaxşı görüp şu bu emel qilib ketganlik uchun mushtaqchi bo'ladi degan. Men mush sababchi mushu. Men mushu bo'lganlik uchun biz qal kunda qilib qoldik. Men mush kunda chu qilib qoldik. Goya ölse hem hayat tugab ketadi. Bu ölüm degan bir mu'min musulmonga nisbatan bu tugash emas, boshlanish u. Endi bir dunyoga nima qilish u boshlanish. Bir ölüp ketdik, tugab ketdik, o kafir Xitoyning nimasi tushunchisi. Ma dunyoda ölüp ketsa, onundaki hech qanday so'rig'i yo'q, hech qanday bir narsa bo'lmaydi, topilib ketaman, bu qutulib ketaman deydi bu kafir. Bu nimeniki ishi bu, munofiq, bu nimeniki dinsizlarniki, ateistlarniki nimasi gibi o. Undaq emas. Bu dunyo tehi bizdeki ikinci nima o merhala, tehi üçüncü, dördüncü merhala aldığımızda. Bu hayat başına okşaş hayat. Anda o anki bizim hayatımız bu emas. Yeni bir hayat var diyen bolsaqandiken biz mena aşı düşense boğan bolsak işlerimiz bunda halat şu bombaydı dendi. İbn Mesud radıyallahu ta'ala rivayet kıldı şu da Cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi bir günü yüzün ashapları için ne mi dedi? Allah'ın size hakiki terravişte nima qilinglar? Haya qilinglar. İstahyu minallahi haqqal haya. Allah'ın hakiki ravişte nima qilinglar? Ravişte haya qilinglar. Yani Allah siz ba ve bir ve körüp durdu, anlap durdu. Hazır mı muştaq ba degandeken men muşnuga asasen resmi nima qilinglar? Hakiki ravişte to'g'ri bir şekilde haya qilinglar dedim. Endi haya degan nima? Haya degan gapni o'zi men oldingi darsimizda deb o'tildi. Haya degan aslida bu yani haya qildi degan gapning o'zi yani o adam o oldidagi kishi va qiliqqa nisbatan o adam ojiz bo'lib qoldi degan gap. Sundi. O adamning jasorati ya sundi degan gap. O adamni sunib o'chan o'zida bu adam xuluq odatga tushib qoldi degan. Qilamasa da qilib qoldi degan gap. O'zligidan. Bu nima haya? Bu tabiiy nima haya bo'ladi. Ammo bu islom dinida buni uchun demaydi. Bu yaxshi. İslam dinimizi qavun, İslam dinimizga haya degan Allah meni qilib turdi, ko'rib turdi, hozir anlab turdi, o'qib turadi, xabarda turadi, anda o andiken men Allah mushunda qarab turayotgandek bu Allah'ning buyurgan ishni qilishim kerak. Yanduga ishni shu yenishib jimmet uchun turishim kerak degan gap bo'ldi. Men bu nima o haya olganligini haqiqiy haya qilganlik bo'ldi. Deb dedilar o sahabeler, "Voy ya Allah, ya Allah'ning payg'ambari, biz Allah'dan haya qilamiz emasmi?" Men Allah kömüsün, Allah körüp kalsa biz hata, men bombaydı dep, men haram, hata, muşundak, cinayet işlerimiz kılmayımız emesmiş, kılmayımız Allah'ın ayaklanlık o desek, Peygamber dedi ki, velhamdülillah, yani Allah'a hamd olsun, dep bu sahabe şu depti. Diğer Peygamber dedi ki, neyse zadik. Sizinki o biz Allah'ın ayağı kıldık, vay mındak kıldık diyenlik, aslınki ayağı kıldık diyen düşen çağılar, bilen meninki, men Allah'ın hakiki revişte ayağı kıldık diyen işki gep. Velakin mındaq oldu haya degan. Velakin bir adamga haya qilsa Alloh taolaning haqiqiy ravishda nima qilsa, haya qilsa qanday qiladi? Shunda qilib qolgan odam o'zi saqlasin boshni va andaq bir nimasiki jo'g'lidi u bosh. Mana beshi nima qildi? Boshdagi nima va bosh. O bosh jo'g'ilgan a'zolar. U qavi ko'z, quloq, og'iz.
Mana bu narsa beşimizde men jo'g'lidan. Shuningdek bu odamniki meni beshidagi fikr, tafakkur, xiyol degan narsani shu uni o'z ichiga oladi. Men bu narsani o'zini bu odam nima qilsin, saqlasinki, mana uni qiladigan, harom narsa qalaydigan, harom narsa anglaydigan, harom narsaga nima qiladigan, uni anglaydigan, harom narsani shu gap qiladigan, harom narsani o'ylaydigan, harom narsa fikr qildim deb shu to'g'ri bo'lmagan narsani o'zini men aqlni shu yerga ishlatadigan bundoq bir ishni shu qilmaydi. Hozir qanday qilyapsizlar? Voy Allohni oyoq qildim deb ko'zini harom narsani shu tatmaysizlar. Mana qulog'ini anglaysan harom narsaning o'zini, xato shundoq gap so'zlarniki o'zini. Mana uning boshqa gap so'zlarniki o'zi harom narsa gapni qilsizlar, g'aybat shikoyat qilsizlar. Mana mu'min musulmonlarning ustiga haqoratlarni çok qilsizlar. Bu ayollik qo'limda, bu ayollik çok bo'lmas dedi. Hem shuningdek onundan başqa xato fikrni qilsan, ittifoqsizlik, men fikr yuzib aqlni ishlik salib, men qanday qilib onun oldiga yetib ketaman. Men qanday qilib men unda qilaman deb hasaddan iborat bo'lgan osh narsani fikr qilish orqali men bu ko'ramasdan iborat bo'lgan, shaytonlik qilishdan iborat bo'lgan fikrchi mushni qilsin. Bu muayyo qilish olamda, muayyo qilish emas. O'yna saqlasin. Agar Allohning haqiqiy ravishda oyoqqan bo'lsa, u odam qo'sig'ini ve qo'saq ve anda bilmezse ki jo'g'laydi o qo'saq. Mana qo'saq jo'g'ilgan narsani ve qo'sig'ini nima qilsin, saqlasin nimadan? Allohdan. Yani haramda nima qilsin, saqlasin. Haramni yeb qoladigan, mana haramni qilib qoladigan, haramni ichib qoladigan ve qo'saqning ichidagi ma'lum nimalar bor ina, odamning ichida men a'zolar chubangni, havo, mesela havo ve onun öpke, onun başka men oshqozon, shu jigar deyimiz tal men ishga a'zo uchun. Men mushu narsaniki hammasini men harom narsani nima qilinglar, saqlanglar. Ondan keyin nima bo'ladi? Hayo bo'ladi. Men hayo qildim deb, xahvoyani o'zimda qilib qo'yib, ammo xahvoyani yo'qani o'zida men mushu ashta xato harom narsani yeb qishning haqqini yolg'on gap qilib, ashundaq urib so'qib, ashta qo'yib, aldab ashta yeb olsa, bu oyoqliqlarda oyoqliq emas. Va zikr qilsin, agar haqiqiy Allohdan oyoqqan bo'lsa, u biringlar ölümni. Ölümni nima qilsin, aslasin. Va nimani bilani. Mana o odam nimani silahni. Men musibatni nima qilsin, aslasin. Bila deydi. Bila degan gapning o'zi musibat ham u nima sinoq. Men mushu narsaniki o'zini nima qilsin, o'chanlik o'zidan men buni uchun aslasin. Davomli men Allohning rasuli dedim. Men bu nimaniki o'zida davomli men nima keladi? Men bu o'chanlik o'zida men mushu to'g'rida men musibat cho'k keladi. Unda o'g'ilki musibat kelgan bo'lgandan keyin men buni uchun qilsamchi bo'lmaydi deb davomli mushuni nima qilsin, uni uchun aslasin. Ondan keyin nima bo'ladi o'chanlik o'zida bu haqiqiy Allohning ravoyini nima qilgan bo'ladi, oyoqqan bo'ladi. Ve bir adamiki terk etse, iradıksa ahiretini. Men hayatı, dünyanın işim, şu dünya bana lazım. Dep işte iradıksa, men bu adam neme kılıdı? Dünyanınki ziynetini terk ediyordu. Dünyanınki muşundak, aşındak, vay, jar jor kılıdığan, oyun tamaşa, yaxşı, anınki kim yaxşı iken, manınki yüz yaxşı iken, üyünü updan tutuyordu, updan maşını yapıp deydiğen, men maddi mene ko'rishdan iborat olan bu narsaning o'zini u ko'nglida u odam nima qiladi, unga ahamiyat bermay uni tark etyapti. Unda o'g'il ekan, past bir kishiki mena u ishni, u odam shu ishni qilsa, yuqori ishni qilgan bo'lsa, men jazman u kishi Allohdan haqiqiy ravishda nima qilgan bo'ladi, hayotchi qilgan bo'ladi. Ammo u nima qilgan o'shamisa, hayoqonlikchi bo'lmaydi deydi. Men bu ise İmam Ahmed ve Tirmizi rivayet kıldı ve dedi İmam Tirmizi ma hadisin üzeri hadis garip dedi. Abdullah bin Emr radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Abdullah, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuhbetul mu'mini el mevtu dedi. Mene mümin üçün boğan töhbe. Yani mümin üçün boğan Allah'ınki töhbesi ki yani inami ihsanı nimidir, ölümdür dedi. Men bu ise İmam Baqi Şuabil İman'da nima qildi, rivoyat çok qildi. Endi töhbe degan, men bu nima o Arabcha gap bo'lib töhbe qo'shdi deymiz-ku, ya'ni bu odam oniga o'ziniki ishini hassini qo'shdi degan gap. Ya'ni in'om, ihson, yaxshilik çok qildi degan gap. Unda o'nikin men Alloh taolaniki mana bu bir mu'min musulmonga nisbatan Allohniki o odamga ihson qilishi, in'om qilishniki eng yaxshi nima o'lim. Chunki Ülüş arkalık bu hakiki mümin, anı deyken hakiki ya da saadet
mana u turmushga u yerda nima qiladi? Erishadi. Unda o'g'andan bu odamning o'zi haqiqiy mu'min. Agar bu o'lmasa, men mu'min deb deylan faraz qilib, davomli o'lmamışda yashab olsa, unchalik o'zida bu qilgan bu ishniki nedisi bu adam ko'masa qanday in'om qilgan bo'ladi. Unda o'g'andan men bu odamniki mana shu dunyoda mangu yashamay, bu mu'minga nisbatan uningki o'lib ketishniki o'zi bu odamga qilgan Allohniki in'omiki, men shu in'om qilish orqali anidikan u dunyoda shu mu'minga tayyorlab qo'ygan Alloh taoloniki mukofotini u yerda ko'rdi. Unda o'g'andan nima ekan bu mu'minga o'lim, men bu nima ekan o mukofot ekan. Unda o'g'andan bu o'limdan nima qilmaslik kerak? Men qo'rqmaslik kerak deydi. Qo'rqmang o'limdan deydi. Men oyatda deganimizda bu o'lim yo'qolib ketish emas, taqib bizga Allohning qilgan in'omi, bizga qilgan ihsoni, bizga qilgan ne'mati bu. Men bu o'lish orqali biz qanday qilamiz undan keyin jannatga kiramiz. Bo'lmasa shu jannatga kirib olmaydi. Unda o'g'andan keyin siz haqiqiy mu'min musulmon bo'lsa o'limdan qo'rqmang. Yine ölümden qo'rqmangki, Alloh taolo allaqachon sizni qanchalik vaqt yashab o'ldiringiz belki bo'ldi. Uni men o'ltirib o'tamiki, unda qotamiki deydigan ish bo'lmasin deydi. Meni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'ziniki ashoblarini, mana shu tarixda bo'lgan ashoblar shunday tarbiyalab va undan keyingi kishilarni shunday tarbiyalagandek, shu hadisni meni nima edib, men ta'lim edib, bu hadisni dars edib qanday qo'ldanam, ölüm tirişi qarılmay aş cihat qılımız deb. Peygamberimiz qo'g'daymiz deb. Men taraf-tarafga chiqqanim o'zida qanday qo'ldanda islom men bütün dunyo xo'ja bo'ldi. Ölümden qo'rqib ketgan kishilar nima bo'ldi? Bütün dunyoda meni tarixda ko'rib boqmagan rezil, tarixda ko'rib boqmagan musibatni uchun yashab o'tdi. Bunda o'lim bunda qilishimiz kerak. Qo'rqinish emas. İn'am Allah'ınki mu'minga. Burayda radhiyallohu ta'ala rivayet qildi dedi, burayda dedi Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem, mana mu'min kishi o'ludi, peshonasiniki nima bilan tarbiyalan deydi. Endi buni da irq degan ta, jabin degan peshona degan gap nima shu. Unda o'g'andan mu'min bo'lgan, haqiqiy mu'min bo'lgan kishi o'la vaqtniki o'zida ma peshonasi talab ketadi deydi. Yani cheksiz bunda o tel chiqib keldi. Chunki bu mu'minga o'la vaqtniki o'zi nima bo'ladi? Men azab, har xil musibat, ichilish ahvollar cho'p bo'ladi sakaratul mavtda. Buningga anadiki bu odam uni ko'tarib olmay talab cho'p ketadi. Bu nimani bildirdi? Iymonni bildirdi deydi. Bu bir. Yana birisi anadiki mu'min bo'lgan odam men peshonasini ter bilan o'ladi degan. Yani mu'min, haqiqiy mu'min bo'lgan odam o'zining kuchiga nima qilib tayinib, o'z ishlab, jafo tortib, men mushundoq qilish orqali meni peshonasi talab, men halol kasb bilan yashayman deb, men haqqa muhtoj bo'lib qolmayman, haromni shu yemayman, men halolni yeyman, o'zim balvo qilarim deb, mushundoq jafo tortib nima qiladi bu odam o'lib ketadi deydi. Buni nima bor? Uning uchun bir ma'nosi shu mushu. Undan o'g'andan mana rasmiy ishlaganlik odamning o'zi, ishlashlik o'zi moddiy ishlash, hozir dunyoda ishlashning turi chiqib ketdi. Ham ma'naviy ishlash, aqliy ishlash deganidek ashta aqliy emgak, ya'ni u emgak, bu emgak deymiz ya, mushu bandi. Men mushu qilish orqali bu odam nima qiladi? Davomli shu halol kasb bilan ishlaydi-ki, men u odamning o'zi ishlamay yetib qahning belini bulab, aldab, undaq qilmaydi deydi. Ubeydullah ibn Halid radhiyallohu ta'ala rivayet qilindiki, dedi Ubeydullah, dedi Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem, mavtul fujiati akhzatul asabi. Mene tuyuqsiz ölüm. Tuyuqsiz ölüp ketişindeki üzü, mene gazabni nima qilishdir, elishdir deydi. Yani fujiat degan gapni u bilamiz, paja yapjau degan tuyuqsiz oldu degan gap. Anda onun fujiatun va pajaatun deb ketadi. Bu tuyuqsiz deymiz Uyg'urchada. Mana akhzatun degan akhzatunniki nimasi o? Akhzunniki bir masdar, u masdar marra bo'ladi. Zarbatun degan bir qator urush degan gap undan o'g'andikan degan gap. Undan o'g'andikan bir qator elish degan gap bo'ldi. Al-asab degan nima u? G'azab. Yani g'alban, yani g'azab ma'nida bu keladi. Asab deb keladi, asib deb mi keladi degan ikki xil. Undan o'g'andikan bir adamniki tuyuqsiz ölüp ketishning o'zi. Men hozir dunyo shunday bo'lib ketdi, tuyuqsiz ko'p ölüp ketadigan. Hech qanday nimasi yo'q. Men mushu ölüp ketishniki o'zi, u ölüp ketish Allohniki, u odam g'azab qilganining ishi. Allohning ochiq kelib tuyuqsiz deb qotganini o'ltirib otgan.
Bu nima uchun? Chunki tuyuqsiz o'lib ketdi degan gap nima? U odamga mana tövbe qilishdan iborat bo'lgan. Bu odam masalan o'lib ketishniki oldida kasal bo'lib qolib, voy mushta ojizdan boshqa qilsa, voy men o'lib ketganman deb bu odam butun tayyorlik qilib tövbe qilib qilgan gunohni toz Allohga iltijo qilib qildigan ishni qilib ondaki tayyorlik mangdi. Bu Allohning u kishiga nimasi rahmati. Ammo u odamniki shunda tuyuqsiz o'lib ketishniki o'zi Allohniki u odam qilgan nimasi o g'azabi deydi. Men bu ise Abu Davud ve rivayet kıldı. İmam Bayhaqi şu ayvi imandan rivayet kıldı ve Rezin özün kitabıdan ma gapni rivayet kıldı. Nima depse? Mene mevtul fuciati akhsatul asab lil kafir ve rahmetul lil mu'minin deb ma gapni deb qo'yibdi. Yani tuyuqsiz ölümning o'zi mene kafir üçün nima Allohning g'azab tutqanligi, mu'min üçün nima o rahmetdir debdi. Bu nima mashta tushunamiz hamda. Unda o'chada har mu'min yaxshi odam va tuyuqsiz o'lib ketadigan. Bu Allohniki nimasi olamda? Allohning g'azabi olamda? Yo'q. Bu kafirlarni davomli ko'ryapmiz. Davomli kafirlarniki jamiyatida yerida tuyuqsiz mana yana qalb krizi deydi, shunday o'lib ketgan ishlarni aytib chiqqan. Ammo mu'minga nisbatan bu nima o? Rahmat. Çünkü o adam men azap nim qilmagan ekan. O adam mu'min degan har qanday vaqtning o'zida qanday qiladi? Har qanday vaqtda o'lim tayyorlik qiladi. O'lim tayyorlik davomli tövbe qiladi, davomli ishlarini men Alloh tayyorlab turdi. Undan tuyuqsiz o'lib ketsa-mu, yine mu'minga nima o rahmat. Mu'minga rahmatga mana bu dunyoning jafosi nim qilgan bo'ldi, qutulgan bo'ldi, men rahat qolgan bo'ldi. Anas radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi Anas kirdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yaşlı kirgeki o al ki o yaş men ölümninki üstü dedi. Yani sakaratul mevt. Vaktin üzerinde bir yaşlı kişi yoklap kirip to. Degendeki bu adam Peygamberimiz depto. Keyfiyet edicidik. Özeni kandak tapsan. Degen vaktin bu adam depti ki yanak bana Allah'ını hemen ümit kılma ya Resul ya Allah. Men Allah'a ümidim var. Men Allah'ın rahmetine cennet kirip getimen. Velikin yeni men korkumen meni günahıydı korkup kalın korkuvatımen dedi. Degandaki Peygamber dedi ki la yajtamiyan fi qalbi abdin. Meni jo'g'lanmay bu ikisi. Birisi ümit, yeni birisi korkuş. Bu ikisi mene mu'minniki qalbida ma o'rinda, men mandaq o'rinda o'lib ketay degan bu joyninki o'zida bir mu'minniki qalbi ish bo'lmaydi. Ya korkuş bo'ladi, yoki umid bo'ladi. Lekin deydi. Lekin u kishiga Alloh taolo men ba'sa undan bilmas umid qildi va xotirjam illa ataallohu ma yarju va amana bimma yaxafu. Meni buni jo'g'lanmaydi. Lekin Alloh u kishiga umid qilgan narsani nima qildi? Berdi va orzu. Meni o Alloh u kishini qo'rqadigan narsani nima qildi? Alloh meni xatochi, meni xotirjam qildi, amin qildi. Dedi. Yani mümin mahalletinin üzerinde böyle işkillerse korkuş hem arzu. Uçan üzerinde bu cuğlaşmagandikin Allah Teala bu adamge şu arzu kalkınımı asasen nemin arzu kalması Allah onu verip hani korkudan nesini kolu saklaydı. Onu saklap onu da hatırcam kılıp arzu olan kuvveti ülüp geldi. Onda valikin sıra o bir taraftan o yani günahım kandak ola ki ben dözak ketememe gidip onda kalmay Allah'da nemi kılınlar yaxşı ümit kılıp arzu kılıp çünkü müştak kılınlar. Dedi. Üçüncü fasıl. Cabir radıyallahu anh rivayet kılındı dedi ol Cabir. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men arzu kılmanlısı ölümni. Ölümle ölüp gidişini kılmanla dünyadaki kişilerin bir musibet yetkenlik sebebinden sen ölümni çö ölü verişini arzu kılmanla. Çünkü muttalaniki korkuluş ahvalı ait nemidir? Kattıktır. Hem de muttala degani mi? İttila babından çıkan isim zaman, isim makan. Yani tunu kılgan. Yani o adamdaki haber yani haberdar bo'lgan joyninki echinish ahvoli qattiq. Muttala degani mi? Yani aş ko'rdigan joy ki yani o adamning oldida kelgan nima o yani qabr azobi, davzaq degan ashu bak qo'rqinchli. Va jazman baxtli bo'lishni qatoridandir shuki uzun bo'lg'ay bir bandiniki umri va u odamga Alloh inobatni nima qilgan? Rizq uchun bergan. Yani inobatniki yani davomli har qanday ishda Allohga qaytadigan. Dini, meni itiqadi,
ameli, fikir, söz, her qanday ishda men Allohga qaytib, Alloh nima degandi? Allohning rasuli nima qildi? Nima degandi? Men shuning muvofiqmidi? Mening ishim, qat'atgal ishim. Deb, men o odamga Alloh mush ishini nima qildi? Rizq berdi. Meni o odamga mana yaxshi ish bushda bo'lgan bo'lsa, davomli umr yaxshi ish qilishning ustida men uzraydi bu odamga nisbatan bu nima bu? Baxtlik. Baxtli qatordan bo'ladi. Onda o'g'adikan sizlar u o'lib ketsan bo'ldi deb o'chan o'zi o'limni orzu qilmay, chunki o'lgandan keyin bo'lgan ko'rish ahvol bak ig'ir. Nima u shadid, muttalahav, nima u non ichilik ahvol bak qattiq. Uning uchun unda çok qilmanglar deydi. Endi o'lgandan keyin o'lib ketsan bo'ldi deb ashta qilsang, o'char bak qattiq ahvol bor. Seninki ömrüngni shundoq yaxshi ishlik bo'lgan bo'lsa, davomli ishingni o'zi Qur'on hadisga nima bo'ldi deb ashta fikrlar ashta bo'lgan bo'lsa, bu nihoyat yaxshi ish. U o'lib ketsan bo'lsa, bundaq vaqtning o'zi qilmanglar dedi. Abi Umama radhiyallohu ta'ala rivoyat qilgan dedilar bu umuman o'ltirdik biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki qashida o'ltirgandan keyin aslatdi payg'ambar bizga va nimani dunyo va oxirat bo'lgan ishni nima qildi aslatdi. Va bizni nima qildi? Raqqaqa. Noit qalbimizni inchkilatdi. Qalbimizni inchkiltib noit irtibatdi deydi. Shuning bilan ondagi Sa'd ibn Abi Waqqas yig'lab ketdi. Va yig'lashi noit jiqib ketdi deydi. Qip dedi ki Sa'd ibn Abi Waqqas, "Ya laytani mittu, va kaşki men o'lib ketgan bo'lsamkin hozir." dedi Peygamberimiz söz dedi. Degan Peygamberimiz dedi ki, "Ya Sa'd, ya indi tetemendel maut. Mening qashim tursa o'lib ketishni orzu qilamsan?" deb Peygamberimiz bu gapni 3 qator dedi deydi. 3 qator deb ondan keyin dedi Peygamberimiz, "Ya Sa'd, agar sen mena bo'lsang, yortilsang jannatga, pes anda bilmesi ki uzardı senin ömrün ve yaxşı güzel oldu o nime o neyse senin emelinden. Yani emelinden senin nimenin emelin güzelken, ömrün nimeyken uzurap müştakkan olsa bu sen için nime o yaxşı. Ben senin ömrün uzun buptu, uzun buluşan birlikte yaxşı işle kılırken sen. O canı sen için nime o yaxşı iş. Anda o nime ölüp gelsen buldu o gapni çok kımma. Meni qışımda boşta demsen deydi. Bu dememez doğrucu emas. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki huzurda turuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki yüzünü görüş. Söhbeti turuş degen acayip bir lezzet. Bu lezzet hiç qanday bir lezzetin aldığını qilmaydi, ötmeydi. Endi Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu şu Peygamberimiz degen aşı təbliğinki səbəbindən bazı bir müşnafir işler yani çok bu qağan. Aslında bu bundan çok olması gerekti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki aranızda boğanın üzü bu təndassız bir nimet. Təndassız bir nimet. Şuna Peygamber bu işini men doğru olmağanlığını mene uqqandıkən o Sa'd ibn Abi Waqqas nima qildi? Agalandı. Harisat Muzarrib radhiyallahu ta'ala rivayet qildi dedi onu Harisen kirdim men Habbab ibn Arat radhiyallahu ta'ala qışkırdım ve ki cezmen dağılıp yaptı bu adam 7 azasını. 7 dağların azasını dağılıp yaptı da hem de qaysı azan muhim azanı ki 7 yerini bedenindeki yüzüne dağılıp yaptı otta. İktaba degen otunu yakıp dağılıp aşağı ya da kan çıkmışsın nimqasın diyen gap. Bunu nimqaptı dağılıp yaptı. Dağılğandan mene dedi bu Habbab "Lavla enni sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Eğer şunundan şu bombası ki ben anladım ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de deydi la yetemenne ahadukum maut senin birine ölüp ketişni arzu qilmasin degan men mushu gapni olmagan bo'lsam edim jazma men arzu qildim ölüp ketishni hozir ham bedallarim shundoq endi bu mujohid nima bo'lgandan keyin Qarg'achonlik o'zida shu natijadan shu o'q tegib şu qish narsa tegib qon chiqib shu bo'lgan gap buni to'xtatamiz deb andan keyin o'chanlik o'zida boshqa bir tibobat taraqqiy qilmagandan keyin shunga dog'laydan gap dog'langandan keyin buni chidayolmayamdi bak eg'ir bo'lgandan keyin men mushta deb ketibdi ekan payg'ambar mushta o'limni orzu qilsam bo'lmaydi debdi ekan men mushu gapni olmagan bo'lsam men o'limni orzu qilib ketdim men og'riq chidama dedi
Dep anıdikin munda dep bu jang maydonida kepken. Va jazman yoki uyning ichida. Va jazman ko'rdim men o'zimni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan birga, ya'ni Madinadagi vaqtimizda ega ololmayman bir pulga. Yani bir deremge pulum yoktu benim uçağın üstünde. Medine'deki hayatımızda, Peygamber zamanında. Ve cezmen hazır benim üyümdeki bir terpede karıp bakanlar her ayna 40 bin dirhem var. Üyümün bir terpede deydi. Hem yetemez. Üyümdeki bir buçukta 40 bin dirhem. 40 bin dirhem kümüş bul var hazır karıp bakanlar. Ama yine bir yerde çoğu mal mülkü kullarına ayetecek. Muşunda bayıp gettik hazır deydi. Dep anıdikin dediği harise andaki keltirildi. Bu Habbab'naki kepelliğini çok keltirildi. Kepelliğini keltirildiğinden bunu kürübüde Habbab yağlap gitti. Kepelliğini keltirip şunda no isil bak kepel. Ölsüz mesela tanımayız dep. Müşte kürüp andaki yağlap gitti. Yağlap gitti dedi ki hem de lekin degene bu kepelni ekirip ma kepelni ait updan yaxshi muşunda 4 kat 5 kat muşta izar kamis dep aşı 5 kıl yogaydı gamdi. Muşu nesni ekip şu no nesni ekip muşta kılın bu durus. Lekin deydimdi. Hamza radhiyallahu ta'ala anhu tepilmagan edi bu zatqa hiç qanda bir kepellendiğin vaqt kepellendiğin nesi tepilmagan. Aşu uruştan şu ot uruşta ülüp ketken vaqtın üzerinde. Fakat bir tonniki unim idi yolluk ton. Melha degen yani ahıdan karniki yüzü men arlaşkan yolluk tonun üzerindeydi melha. Yani melhadan ibaret olan muşda bir tonçu şu taptıktaydı kepellaydı algan. Bunda hazırda mudarrak yok. Kaçaniki kılınsa bu tonni şu Hamza radhiyallahu anh'ın beşi kılınsa men kısıkıp kaldı. Yani yığılıp aldı degen gep kalasa degen. Men kısıkıp kaldı bu ton o zatniki iş kademini kısıkıp kaldı. Yani iş kademi yetmeydi deydi. Ve kaçaniki kılınsa bu tonniki üzerine o iş kademi kılınsa. Yani iş kademi mayızın putunu etilediyse uçağın üzerinde kısıkıp kaldı bu ton. Bu zatniki beşidin kısıkıp kaldı. 5 görünüp kaldı deydi. Muşunda durmuştu küçükken. Hatta ki anladı ki şundan suzuldu bu tonni şu Hamza radhiyallahu 5'i putu uçukçuk hep kaldı. 5'ini yögüdük deydi. Ve kılındı anladı ki şu Hamza radhiyallahu ta'nın iş kademiken izhir degen daraxtniki yupurmağını çoğu kılındı. Şunu depti kuattık hazır karab bakmamsın ha. Biz muşunda hop gettik dedi. Yani demek İslam dinimizdeki devlet kuruluş, İslam dinimizdeki barlık girişi hazırlıkta undakçı bulmagan. Yani yeydisi yok, iş yeydisi yok. Şu Peygamber'in aşı bazı rivayetleri var. Şunla içini işgalette etrafında kabileler, Müslümanlar kelgen. Peygamber'in kalbi sirilip ketken. Sirilip ketip ne degen şu ay Allah küpünce vaktimizde sadakalanma degen. Hatta Peygamber'in mana aşı şunda bir adamlar gipti aşı Peygamber'in da kon bir aram bulup şunlarla as-salat camiatun degen mezmunda meni buyruk qilib adam yig'ib sadaqalanma adamlarga deb ashta odatga yetgan. Hatto Payg'ambar mana uydan bir qancha kun is chiqmaydi ekan. Shunda holat yutgan. Ya'ni har qanday bir ishning boshlanishi mushunda jafo bilan bo'ladi. Rohat bilan bo'lmaydi. Har qanday bir ish har qanday cho'ng ishning o'zi boshda shundoq ichinish ahvol bo'ladi. Shuni bardosh bo'ldi, shuni chidaydi, anlekin u ishni g'alaba qila oladi. Bo'lmasa shu qila olmaydi. Tarixin bu yan mustaqil bo'lgan davlat, mustaqil bo'lgan millat, bir mustaqil bir yan olgan osh guruhniki o'zi boshdagi odamlar ajoyib sog'lom, ajoyib kurash, ajoyib chidamli odamlar. Buni qo'lida anadagi bu vujud chiqadi, uniki ro'yati qolganlar ko'radi. Bu qonuniyat. Hozir mana tarixdagi bo'lgan butun mush dunyodagi mustaqil bo'ldi, unda bo'ldi degan gap qarab baqida hammasi shuni cho'p bildirdi. Shu hozir mayadi kelib har bir odam mayadi vaqirab qo'yib kichkina bir uydan oyog'i bordigan, uydan oyog'i bordigan ishni cho'ng ish qilyaptiq deb qo'yish bundan ish olmaydi. Ya bu qilmang demoqchi emas, bu qilamiz. Bu bunda olmaydi. Bu uyda yetib uxlab qo'yib o yeydisak işip qolganini tashib etib, rahat farog'atda qilgan ish bilan bizningki bu orzu qilayotgan ishimiz amalga oshmaydi. Amalga oshmaydi, qilmaymiz demoqchi emas. Uni qilamiz, qo'limiz kelgan sharoit shu. Qo'limiz nima kelsa shu qilamiz, buni qilamiz.
Men bu ise İmam Ahmed ve Tirmizi rivayet kıldı. Lekin İmam Tirmizi zikr kılmadı. Summa utiya bi kefenihi ila ahirihi degan gapni zikr kılmadı. Ve İmam Bayhaqi Şuabil İman degan kitobida nima qilgan maidasini rivoyatchi qilgan deydi. Ve ahir da'wana elhamdu lillahi rabbil